Mana o'rtoqat kishiylar xudo xolasa mana Watson kotyolini pramivkasini boshlayapmiz. Limon kislotasi bilan sistemani yuvamiz. Mana bu o'rnatib qo'ygan sistemamiz. Hozir mana 1-2 atmosferaga damlab qo'ydim. Mana limonli kislota bilan mana filtrda turibdi. Mana padachamiz bundan kirib obratga kirib ketadi. Mana shuni endi mana kotyolda hozir ishlatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kotyolimiz ishlaydi. Suv 40 gradus ekan, 77 gradus. Kotyolimizda batareyalar ekan. Endi mana shuni tushiramiz. 45 ga qo'yib qo'yamiz. Bizga 45 da aylanib isitib tursa, limonli kislota bilan bemalol sistemani tozalaydi. Mana shu holatda 4 soat turadi. 4 soatdan keyin rezultatni ko'ramiz. Suv o'zgaryapti. Kotyolda ichidagi. Oppoq suv bu. 2 soatda shu holatga keldi. Kotyolimiz ichidagi suv. Xudo xolasa 4 soatda mana shu holatga keldi. Endi sekin suvni bo'shatib olamiz. Kotyoldan chiqayotgan suv. Mana yig'ilgan filtrdagi hozir filtrga ham bo'shatamiz. Hozir sistemani bo'shatdik. Sakkiz yildan beri ishlab kelayotgan kotyolni mana pramivka qildik. Mana oxirida tushib turgan suv ko'ring. Hop, qora bola. Bo'ldi, xudo xolasa. Mana kotyolimiz xudo xolasa chotki ishlayapti. Ventilyatorlar parrelari aylanyapti xudo xolasa mana 70 mana 69. Ventilyator sirkulyatsion asosida tirqa-tirqa qilib ishlayapti mana. Yuvib qo'yganimizdan keyin chotki ishlayapti. Kotyolda ham dovushi yo'q. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Xizmatdamiz. Santexnik Dilshodjon xizmatda. Like va podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin.